Qadrli kitap anlash to'pidagi do'stlar, Ulug'bek xazinasi 2-qism 11-mavzuni o'qiymiz. Qo'li kitobda bo'lsin. Temur Samarqandi ustining o'nkirdan xubdan bilan chiqib ketgan Qalandar qarnoqi yerim kechidan oshqanda qaytib keldi-da, Bozg'onning yenidagi terida dum yetib oldi. O ustining suoliga qisqagina qilib, Mavlana Muhiddin zindonga tashlanibdi ata deb javob bergan edi, xolos. Hozir u xiyolan Salohiddin Zargarning big'ida yuradi. Xurshida Banuning ko'z yoshi bilan yuyilgan mayus chiroyi ko'z oldidan neri ketmaydi. Quloq tubida uning mo'ngluq ovozi jaranglaydi. Bugun u Mavlana Muhiddinning uyiga 2-qatim bordi. Baqqa qaragan tunush derizini yanala tunugungidek 3 qatim chekdi. Xurshida Banu uni kutib turgan bo'lsa kerak, birdamdan keyinla eshik ochilib birisi chiqdi. Kabulchi oyoqning yinik ship-ship qilishidan Qalandar darhol tunidi. Banu. Xurshida Banu asta minib kelib, yangoq tubida tug'an Qalandar qarnoqining udulida to'xtadi. Uning salom bermaganligini Qalandar bilolmay qoldi. Banu xuddi salom berayotgandek beshini egib jim turadi. Uning o'shqoga tushib turadigan ko'nglikining teshidan kiygan qora maxmal jiltkisi, yog'liq o'rinda beshiga yepib olgan qora duxobi yepinchisi, hatto yuzidagi nepiz chumbalmo Qalandarga qop-qora tuyuldi. Qorong'uda uning chiroyi aniq ko'rinmaydi. Biroq beshini tuban silib jim turishi yaxshilikdan darak bermaydi. Qalandar qurib ketgan lavlarini yalab, "Inshaalloh yaxshilik bo'lg'ay", dedi. Mavlana qaytib keldimi, Banu? Xurshida Banu asta bosh chayqadi. Yo'q. Astag'firulloh. Nimishqa? Xurshida Banu beshini ko'tarib qaradi. Uning yo'g'on ahu ko'zlari qorong'uda qandoqdir so'g'uq nur chechib, valildab ketgandek tuyuldi. Men nereden bilay? Herhalde Mevlana Ali Quşçuğa ora qazgan odamni zindonga tashlamas edi. Qalandar o'zini tutolmay, astag'firulloh deb tashladi. Banuning so'zidagi alamlik ta'na uning yuragiga zaharlik nashtar bo'lib sanchildi. Xurshida Banu bo'g'ilib ketayotgandek cho'ng nafas oladi. Siz qo'rqmang degandingiz. Dadingizga azor bermaydi, tezda qaytib keladi degandingiz. Qani qaytib kelgini? Qalandarning yuragi sirqirab, Banuning chaqnab turgan ko'zlaridan ko'zini qochirdi. Gunohimdan kechgaysiz, Banu. Dadam bechora ojiz bir odam. Uni zindonga silib qo'rqitmoq oson. Biroq Alloh shohid, o zot o'z vijdonini satmaydi. O'z do'stiga xoinlik qilmaydi. Xurshida Banu yig'idan bo'g'ilib, gap qilolmay qoldi. Qalandarning ko'ksiga qatalgan zaharlik nashtar bara yuragini par qilib tashlagandek tuyuldi. Kechirgaysiz Banu, diyalidi u zo'g'a. Men shundoq o'ylab ekanman. Kesalman, ojiz bir odam zindonga qandoqmi bardoshlik beralisin, dedi Xurshida Banu. Nima bo'layotgandi, bechora dadam? Banuning bu alamlik ovozi Qalandarga darvoza oldidagi ashu tasodifiy uchrashishni eslatdi. Banuning shu chog'dagi mirzam deb chaqirgan ovozimi hozirqiga o'xshashla alamlik edi.
Gerçi o hazır asta gep kılsımı, onun sözlerinde aşu dert, aşu elem, yok. Qandaqdır bir yilanish bar edi. Go'yo beshiga tushgan bu kulfatdan qutulish uchun yolg'iz uningdan, ya'ni qalandardan yaxshilik kutayotgandek qiladi. Astagfirullah. Qalandar Banuga yuzini quli bilan yushirib, unsiz yig'layotgan bu nozik sanamga nimami deyalisin? Onunga qandaqmi tasalli bersin? Qalandar go'yo motam tutayotgan odamdek qora kiyimga o'rnamagan bu nozik sanamni bag'riga besib, yoshga to'lgan ko'zlariga suyib tinchitgisi keladi va yaxshi gaplarni qilib tasalli berishni xohlaydi. Lekin ko'ngliga qattiq azob berib qo'yganlikdan onunga yaqinlashishga jur'at qilolmaydi. Bo'ldi, qiling, yig'lamang Banu, dedi u oxir. Umidsizlanmang, Allohning mehri daryodir. Banu yanala titragunicha unsiz yig'lab, uning so'zlariga quloq solmaydi. İnşallah biz mi qarab turmasmiz? Bir yo'lini tep harakat qilamiz, Banu. Xurshida Banu beshini bir tarafga burab, onunga qiyo baqdi. Onun yoshga to'lgan ko'zlarida umid uchqunlari chaqnadi. Bobam bechora nega berishni, kimga arz qilishni bilmayotdi. Hem qiyin, dedi Qalandar hasrat bilan. Bu rahimsiz musibat, bu rahimsiz mustabid barliq ilm ahlini yo'qotmoqchi va ustoz yondurgan ilm ma'rifat mashilini o'chirib, butkul navara unlarini zulmatda qoldirmoqchi bo'lyapti. Lekin inshaalloh bu qari niyati amalga oshmas. Chunki ma'rifat mashilini o'chirib, elni zulmatda qoldirishni niyat qilgan mustabidning hech qaysisi bu yovuz niyatini amalga oshira olgani yo'q. Qalandar bu so'zlarni qalbi o'rtangan holda qildi-da, birdan jim bo'lib qoldi. Uning oldida beshini tuvan silib, yum yig'layotgan bu sanam, uningdan bundaq ulug'vor so'zlarni emas, ko'ngliga aram beradigan so'zlarni kutatdi va nijotlik tilaydi. İnşallah bir amali bo'lib qolur Banu, dedi Qalandar. Sözümge işinin bizmi qarab turmasmiz. Bugundan boshlabla harakat qilamiz. Qalandar sözünü teqi tugatmayla bog'ning eshigi taraqlab ochilib, oldida bir ayol kishi, uning keynida yana bir odamning soyasi ko'rindi. Xurshida, "Nerdesan balam?" "Momam, bovam." Qo'rqib pichirdi Xurshida Banu. O qo'lini Qalandarning qo'liga qo'ydi. Uning yumshoq qo'li cho'g'da qiziq edi. Qalandar Banuning cho'g'da qiziq qo'lini qisqinida butun vujudi erib ketdi. "Qo'rqmang, bir amalini qilamiz Banu. Men yana kelaman." O keyniga burilib, o'zini daraxtning daldasiga oldi-da, Xurshida Banuning "Mana men bova" degan muloyim ovozini angladi. Qalandar qorong'u ko'chalarda o'ng'il-do'ng'il yo'llarni bo'ylab ketyotdi. Uning kallasidan "Endi qanday qilish kerak?" degan fikr neri ketmaydi. Ko'z oldida bo'lsa Banuning yosh bilan yuyilgan mayus chiroyi namoyon bo'lib, quloq tubida uning ochiq tanlari jaranglaydi. Lekin bu so'zlar har qancha alamlik bo'lsa-mu, bugun Qalandar bir narsani aniq sezdi. Banu uningdan nimanidir kutadi va uningga tayinishni xohlaydi. Bu istak Xurshida Banuning ovozidagi bu yoshurun iltijo Qalandarni bir tarafdan xushal qilsa, bir tarafdan cho'chitadi. Qanday qilish kerak?
Bu iki ustozni qanday qutqizish kerak degan fikr qayta esiga kelib, yuragi sirqirab ketadi. Qalandar to'satdan oldida val qilgan o'tni ko'rib to'xtadi. Mashal tutgan ikki nöker onundan sal nariroqda sol tarafga burilib ketdi. O nega ketayotgan edi? Beshi gangirab nega kelib qoldi? O Tilla bibidan xabar olish uchun G'or Amir tarafga, Ali Qushchining Oqsaroy qishidagi ho'ylisiga ketyotdi. Qalandar atrofga sinchilab qaradi. O zargarlar rastasini o'tib, ko'k saroyga yaqinlashib qolgan edi. Oldidagi do'nglikda kun ko'rilik tam bilan o'ralgan gumbazlar qorong'uda cho'ng qiyoladek hayvat bilan qad ko'tarib turadi. Bu yerda chiroq yo'riqidan asar yo'q edi. Hashamatlik saroy xuddi xarobalardek jimjit va vahimilik tuyuladi. Xarobiga aylangan qasrga o'xshash bu saroy cho'nqur jimjitlikqa cho'mgan bu gumbazlar Qalandarga nimishqidir yod bo'lib ketgan misralarni eslatdi. Tatliq yeganlar, turlik yeganlar, oltin taxtga chiqqanlar tuproq ara yotmishdir. Mevlanilar qamalgan zindan qabristonga o'xshaydigan bu saroyning qayerida? Onunga tüşük deyishib kirgili bulamdı. Qalandar daraxtlarni panoh qilib oldiga mangdi. Lekin uzun o'tmayla qala tarafdan yana mash'al tutgan qorovullar ko'rindi. Qaraganda qorovullar tun bo'yi saroy atrofida aylanib yurdi ekan. Qalandar shapsiz qadam besib keyniga chekindi. Oyman do'ng yo'llardan Dervişlik qılayotgan çağlarda ko'rgan tar ko'chalardan o'tib Oqsaroyga bordi. Biroq uning ko'ngli parakanda bo'ldi. Tilla bibining qizitmasi o'rlab, cho'g'da yotgandek to'lg'inib, alla to'g'ri qilib yotadi. O Qalandarni o'g'lim deb o'ylab bo'yniga esildi. Yosh chiqmagan nursiz ko'zlarini yumg'unicha uning yuz ko'zlariga so'ydi. Birdandan keyin o'g'li emasligini bilib, ün selib yig'ladi da yiqilib qoldi. Qalandar Tilla bibining dod faryodini qayta eshitayotgandek bo'lib, beshini choponiga purkitdi-da tugilib yetib oldi. Uni hatto ustini yo'qlab kelgan Qalqonbek bilan Bozg'onbekmi o'rnidan turg'izolmadi. Akufga tumirchilar odatdagidek chaqchaq qilib, "Hey aka, qo'yingla. Bu yolg'on dunyoning tashvishlarini. Divonining ishini Xudo o'zi o'ngshaydi" deb uni tiriktirib boqdi. Lekin Qalandar yanada turmadi. Uning ishi titildab, o'zining meyda qo'rlig'icha yetiverdi. Yerin kechidan oshganda Qalqonbek bilan Bozg'onbek o'rnidan amdila qo'zg'alishi bilan ishik yana taqildi. Qo'liga pil-pil qilgan jin chirog'ini ilib, qorong'u koridorga kirib ketgan Timur usta ishikda kim bilandir uzoq paranglashgandan keyin Meram chalabini agashtirib kirdi. "Bu yigit bir odamni boshlab kelibdi", dedi usta Qalandarga. "Natunish odamkan, kirsinmi?" Meram chalabi salom berib oldiga o'tdi. "Mevlana Kashi baricha talibi ilmlar uni sizga avatibdi, shoir." "Maga avatibdi?" Qalandar hayron bo'lib o'rnidan turdi. "Qani, chaqir, kirsin." Ulug'bek madrasasining eng yosh mudarrisi hisoblangan Mevlana Kashi İbni Muiniddin g'arga kirib, qorong'uga ko'nalmay oliqini bilan ko'zini to'sib birdam turdi. Ondan go'yo Qalandar qarnoqi bilan emas, butun olamga mashhur ulug' olim bilan ko'rishayotgandek
to'liq ehtirom bilan salom berdi. Yosh bo'lishiga qaramay, ustozning hurmatiga erishgan bu mashhur olimni ko'rib, qalandarmi suyunib ketdi. Uning kelishi herhalde mushundoq ig'ir, yomon kunlardami jahonda yaxshi odamlarning borligidan derak beradi. Tömür usta sandaldagi o'tni cho'qchilab ustiga so'ksik tashladi va so'paga palaz silib mehmonlarni o'ltirishga taklif qildi. Qalandar texcha g'arg'i ko'namay, ko'zlari aloq-jaloq bo'lib turgan Kashining tiziga qo'lini qo'ydi. Sizni kaminiga mo'llichaqlar avatganmidi, birodar? Kaminini ular qandoq biladi ekan? Mevlana Kashi shalong saqalini silab kuldi. Gulxan sho'lasini uning so'lg'in chiroyiga qon yugurgandek bo'lib, ko'zlari chaqnab ketdi. Siz butun Mavara unlarga dangliq shoir, xususan sizning darvishlikni tashlab, Mevlana Ali Qushchiga hamdamda bo'lganligingizni anglagan talibi ilmlarning sizga hurmati cheksizdir. Qalandar Qarnoki g'amkin holda kulimsirab Gulxonga tikildi. Mevlana Kashining so'zlari uning ko'nglidagi yarga tuz sepgan edi. Dervishlikni tashlab, ilim dergohiga qaytib kelib, nimaga erishdim? Ya qamoqdagi ustozlarga yordam berolmadim? Ya Banuning dardiga darmon bo'lolmadim? Qalandar ig'ir xursinib Kashiga qaradi. Xo'sh, ilm ahlilari orasida nima gap so'z? Qanday xabarlar bor, birodar? Kashi o'ychan ko'zlarini Gulxondan uzmay, barcha taliblar, barcha ilm ahli g'am andishida shoir, dedi. O'zingizga ma'lum, madrasalar taqib etildi. Ilm ahlining taqdiri qandoq bo'ladiganligi texcha aniq emas. G'am andishidan nima foyda chiqadi? G'am andishiga kishiga do'st bo'lolmaydi, birodar. Haq gap, dedi Miram Chalabi Gulxon sho'lasida ko'zlari chaqnab. Talib ilmlar Ali Qushchini darhol qutqizish kerak deyishibdi. Nimishqi buni tilga olmaysiz, Mevlana Kashi? Kashi Gulxon yiqib o'ltirgan akfuqqa xuduksinib qaradi. Qalandar kulimsirab, qo'rqmang, aziz birodar. Bular o'zimizning yigitlari, dedi. Ha, dedi Kashi boshlanishdi. Tunugin akşam Kaminining huzuriga bir top talib keldi. Jon pido qilishga tayyor turgan bu taliblar beshimiz kessimi Mevlana Ali Qushchini qutqizimiz deyishdi. Qanday qutqizmoqchi ekan? Qaysi zindonda yotganligini bilsak, teshik teshatdiq deyishdi. Ko'rik basqach Kashining so'ziga quloq silib turgan Qalqonbek, barikalloh, qaltis yigitlar ekan, deb tashladi. Sizningcha qanday aka? Nima deydim? Belli deyman ukam. Kuldi Bazg'anbek. Qora cho'ginni o'tdan ilib etib. Bundoq mard yigitlar bor yerda bizmi jim turmaymiz? Qalandar akamdek kecha kunduz g'am yeb yotmaymiz-da. Qalqon bol desa qalqon bo'lamiz. Bazg'an bol desa bazg'an bo'lamiz. Qandoq Qalandar aka? Qalandar aka tumirchilarning gaplariga kulib qo'ydi-da, kungurilik tomlar bilan o'ralgan qasir, mash'al ko'tarib saroy atrofini aylanib yurgan bayqi qarovullar ko'z oldiga kelib o'ylanib qoldi. Usta bo'lsa beshini chayqab, "Hey, xamustamgan bandilar!" deb kuldi. "Nima ishga kulasiz, ata?" dedi Qalqonbek. Shuning uchun kulyaptimanki, bu saroy, bu zindonlarni kim bino qildirganligini bilmaysizlar. Bu saroy, bu zindonlarni olamni zilzilaga keltirgan
әмір төмір бина qildirgan. Әмісі qanday qilamiz ata? Dedi Merim Çelebi tutildab. Maslahat bering, qanday qilamiz? Amal tepish kerak. Kalender beshini alqini bilan qisib asta qimirladi. Amal tepish kerak. Usta keng alqini bilan qo'riq bosgan yuzlarini silab, Gulxonga tikilgunicha o'ltiradi. Onun burutga o'xshaydigan quyuq qoshlari, ostidagi ko'zlari yumilib, lavlari qimirlaydi. Bu to'g'riliq ko'p o'ylandim. O'ylab, oxir shu fikrga keldim. Ularni faqat oltin qutqiza oladi. Oningdan boshqa chora yo'q. Oltin ben meyla bir dilla jimib qoldi. Hatta Qalqon Bangmi ko'rik besishdan to'xtab, yaqinroq kelib o'ltirdi. Oltindan boshqa narsa bu ishga yordam berolmaydi, dedi bovay. Esinglarda bo'lsin-ki, Shahzodaning sarkardalari orasida oltinga setilmaydigan birorma odam yo'q. Qarmoq tashlab, ulardan birini kikirtikidan ilib elish kerak. Ali qushini qutuldirish uchun oltin javohirlarni aymaslik lozim. Mirza Ulug'beydek danishmanmi mushuni o'ylagan bo'lsa ajab emas. Bovay maxfiyatlikni oshkorlab qo'ydimi qanda degan ma'noda qalandarga qaradi. Lekin qalandar o'chishga boshlagan Gulxonga tikilganicha yanala xiyol surib o'ltiradi. Usta oltindan gap etish bilanla bo'ra esiga keldi. O baya xubtanda bo'rani yiroqdan ko'rib qolgan edi. Bo'ra yasovulchi kiyinib, beshida dubulga, beliga aysimon agri qilich asqan holda kelishgan turuq otni choptirib, 10 dek suvari bilan Rasadxonining yinidan o'tib ketgan edi. O otni shundoq hay bilan o'ltiradiki, Qarnoqi o'z ko'ziga ishonmay qoldi. Bovaymi bo'raga qarmoq tashlab ko'rish kerak dedi. Tova. Bu fikir nimishqimi uning kallasiga balduroq kelmagandi. Kashi qalandarning jim o'ltirib olishini boshqa tushundi bo'g'ay. Oltin bilan ish bitadigan bo'lsa, bir amalini qilarmiz dedi. Barcha taliblar, barcha ilm ahli tegishli yordamini qilar. Oltindan burun ustam degan heliqi qarmoqqa ilindigan beliqni tepish kerak, dedi qalandar. Kashi Akovka to'mirchilarga yana bir qarab qo'ydi va beliqmi tepilar, dedi ovozini pasaytib. Kamina Amir Sultan Jandar degan bir odam bilan tanishiman. Yiroq tuqqan bo'ladi. Amir Sultan Jandar o vijdonsiz amir, Shahzodaning o'ng qo'liymiş. Demak, o lahang ekanda kuldi Merim Çelebi. Lahang bo'lgandimi qaltis lahang, biroq tuzoqqa tushamdi yo'q. Qo'rqma balam. Lahang bo'lsa, qarmoqqa tushmasa, ilmakka ilinadi. Ammo yamchuk yuqoriroq bo'lish kerak. Temir usta shundoq deb duoga qo'l ko'tardi. Bu ishda Xudovandi Karim xayr saxovat qilg'ay. Ishinglar o'ngdan kelsin, bolarim. İlahi amin. Qadrlik kitap anlıqçı dostlar, Ulug'bek G'azinasi 2. qism 11. mavzu mishada tugidi. 12. mavzuda ko'rishimiz. Aman bo'linglar.